Hürmetli vatandaşlar, bizler bugün bölgemizde saniyete bağlanırsa Yangi Dom'da 2 xana kvadrat saniyete bağlanırsa havalı qilib o'tamiz. 60 kvadrat metrda joylashganingizda 3 xonani qilib qo'ydilar. Dalanchalik qilib, ichini barcha jihozlar bilan sotiladi. Dokument 100% tayyor. Hamma o'ng'ayli. Bu yerdan marshrutdan o'tib qotadi. 5 marshrut. Bu yerdan 7 o'tadi. Bu yon tarafimizga kelsangiz, to'g'ri Dekkan bozoriga ketiladi. Hazlar bu yon tarafimizga kelsangiz Abxatno yo'l bor. Bu yana kelsangizlar, Axunbon masjidi. Yani bu yerda Axunbon masjidi ham yaqiningizda. Bu esa azon sasi eshitilib turadi yine. Masjidni minorati azda. Zo'r to'shida joylashgan. Qiziqqanlar telefon qilasiz, ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Kanallarimizni obuna bo'lmoqlar bo'lsa, obuna bo'lib, videoga like bosqish esdan chiqmasin. Qani yetib kelsa, birgalikda kvartiramizni ko'rib o'tsak. Azza 8-qavatga yetib keldik. Lift Dom'da shu chap tarafimizda xonadonimiz bo'ladi. Podyezdlarim akkuratni, oyoq tiylarim mramor. Bismillah deb xonadonimizga giramiz. Sizlar ishlari turistik ajoyib ishlar ekan. Degandan shunday ajoyib bir chiroyli, fayzli davonchasi bor. O'zi 2 xona, 3 xonadan qilib qo'ydilar. 60 kvadrat metrda joylashgan ekansizlar. Bu yerning TV zonasi tezorlanib o'rnatib qo'ydilar. Osmon mebellar, akkuratni joy ekansizlar. Bir chiroyli girgandan odamni bag'ri dilini ochib, kayfiyatini ko'taradigan joy. Yarki svetlardan foydalanganlar. Hamma narsa tam akkuratni chiqqan. Bu yerning divonlari, ustallari akkuratni, gilamlari ipak gilamlardan. Osmon mebellar, tezorlar, podsvetkalar tashalgan pulli patolog qismini chiroyli qilib ishlab qo'yganlar. Bu yerda sanuzeli, zal qismi, spalnisi joylashgan. Bu yanda esa oshxona qismi bo'ladi. Keyin bu yanda esa prixoj zonasi, prixojkalari, ya'ni zerkalalar o'rnatilgan. Gaz, suvdan muammosi yo'q. Dokument ham 100% tayyor. Xonadon hazda kelib, ko'rib, ustida savdolashib olishingiz mumkin, hurmatli vatandoshlar. Hazda xonadonimizni orientini aytib o'tsak, Urganch shahrimizda hazda Luchoy Nadmis yanında Kral Brand giyim dükkanı magazini bor. Shuni Domunda 8-qavatda joylashgan. 2 xona, 3 xona qilingan kvartira azlar. Dalani bilan 3 xona yazdi. Bir yandan ko'rsatib boraveramiz. Bu yerda sanuzel qismi bo'ladi. Sanuzelan polni tayyor, kafeldan chiqqan, dapatalka, oyoq tilarim kafel, parda ko'ynasi, suvga turibdi. Bu yerda aynalar sensorli azlar 3 xil variantda yanadi. Bu yerda unitazlari, dush qo'yib qo'ygan. Azlar bu yerda hazırda şu kabine qilib, chiroyli qilib, aynalar bilan o'rnatib, akkuratni chiqarganlar. Sushilkalar, arisollar hammaga taq holatida. Hazır bu tarafda mening zali, spalnisi, oshxonasi, prixoj zona, ya'ni prixojkalar, rakovinalar o'rnatilgan. Buralar o'rnatilgan, akkuratni turibdi, chiroyli chiqqan. Bu yerda steklanli eshiklar qo'yilgan zal qismimizda yerimiz bir 6 metrlarga chiqib boradi, eni 3 metr. Gilamlar döşəlgən, pərdələr asılgan. Akvaryatlarının eng zo'rini qo'yganlar. Podogolnik aynalari plastik ramlardan, ramkalar qilib Euro stilda remontdan chiqarib taxlab qo'ydilar azizlar. Akkuratni olgan odamga nasib etsin, ichida to'ylarni, tashkillarni berib o'tirish hammasi nasib etsin. Kim olishidan qat'iy. Shunday joylarni niyat etib, videomizni ko'rib o'tirgan vatandoshlarimiz azizlar, Allohim o'zining niyatini yetirsin, shunday joylarni olib o'tirish, bundan ham ziyodroq joylarni olish nasib etsin azizlar. Yengizlar, zalimiz keng tushgan, bu yerda osmon mebellar, TV zonasi chiroyli qilib taxlangan, tezorlari bor, patolog chiroyli qilib gipsa kardondan figura qilganlar. Hazlar podsvetkalar tashalgan, dokumentlar, uni yanında hazlar spalniya qismi bo'ladi. Spalniyamiz ham akkuratni chiqqan, ko'rib turgansiz, bu yerda hazlar termolar, asma termolar, zerkalalar, sensorli bu yerda hazlar podsvetkalar chetida tashalgan. Buralar o'rnatilgan. Mebellar, spalniy garniturlar ham shurada turadi. Barcha jihozlar bilan sotiladi. Hazır shura bir tezor o'rnatib berasizlar. Kichkina bir 43likdan o'rnatib berasizlar. Yechda bir tomosha qilib o'taverasizlar tezorni. Aynalari plastik ramlar, registrlar, pardalar asalgan bir chiroyli joy azizlar. Yevro ta'mirdan chiqqan, akkuratni. Joyimiz umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas azizlar. Akkuratni chiqqan, dalali kvartira azizlar. Birining oshxona qismi bo'ladi. Oshxona qismida ovqatlanish sharoitlarini qilganlar, ramkalar qilib, chiroyli qilib, akkuratni qilib chiqarganlar. Remontdan fayzli joy ekan. Birining Zifir firmani avtomat kir mashinalari ham o'rnatilgan. Hamma tozalik, ishlatilmagan, mo'ykalari high-tech, azza kuxniy mebellar, bu yerda gazlar ham o'rnatilgan. Yine gaz bor, gazdan muammosi yo'q ekan azizlar. Bu yerda vichkasi,
Bir də isə aynaları plastiklandan Patagonik, bir də isə registrlər qoyuram. Bunun içində duh-konturni katyollar var, nasıl stabilizatorları, həm mövcud hal halətində. Gəlir fakat yenə yaşaş gərək əzdə. Bolğana yaşaş gərək. Bir də prikoş şişələri. Əzdə kupeyniklik qoydular, çırayla qılıb, yine pol gəlib çıxardılar. Ben de giyim koyadam, ben de əzdə paltodan asmağa, 2-3 koyadam, mesalarım var. Yukarıda bir meydəçilə qoymağım, mesalarını kaldırqallar. Kayfiyə qılın, yine 60'a 1-20'lik. Rakoinası var, akuratni, çıraylısından onatqallar əzdə. Bir də dalanı əsası oturalan mesanız boladı əzlə. Mimon gəndə bu tərəfə, yəni qasinlik xanasına ötərsəyizlə bola. Yəni isə yataq xana qismi, hörmətli vətəndaşlar. Əzlə narxana toxtalıb östək narxı 580 milyon sum. Alternatiflərdən olsaq, Ürgən şəhrimizdə əzlə Kral brendli giyim dükan magazinimiz var. Şunu Domunda, əzlə yol boyunda yerləşən əzlə. Murad Maqsad magazinin ayaqı əzlə yanından 7-5 marşrutları öz tutdu. 17 dəmir əzlə. Belə də Bakça məktəb işinə mamması yox. Dokumenti 100% sayar, narxam zor. Qızıq qala telefon qılarsa, ekranda sizə üçün bizə nömrələrimiz qaldıramız. Kanallarımıza abunə olub, videoya like bas qoş yesdən çıxmasın. Həmməyə sağlıq, salamətlік dilimiz. Keyingi videoda sağlamaq, yaxşı keyfiyyətdə görüşüncə xeyirlə qalamız.